Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarim, mehribonlarim, jigarlarim, hormaylar ishlar bilan charchamasdan o'ynab kulib ishlar yuribsizlarmi? Qadding ketay qadrdonlar, mana bu bizning kanal. Ana shunga obuna bo'linglar, podpiskani ko'paytiraylik qani. Yurtdoshlar, gazini bosinglar. Allohim sizlarga kuch-quvvat bersin. Sizlardan yordam bosinglar qani, gumillataylik shu kanalda. Yashaylar, borlaringizga shukr. Mana bitta o'zingizni YouTube kanalingizga uyni tanishtirsangiz. A? Uyni tanishtiring bir. Keling. Xonalarni. Keling mana. Mana bu hozir ish ketibdi mana ikkinchi etaj. O'zbekqa g'ish tushib ketadi deb kirmay o'tirman. Tayla o'rabdi bachalar. Tushib ketdi. Mana bu tayyorini qarang. Mana xudo xolasa mana bu tayyor bu. Mana nasib bo'lsa sesmasi qoldi. Buni sesmasi uramiz. Ikkinchi etaj sesmasi. Ikkinchi etajni keyin bolalar oshiramizda. Ustini yopganimizdan keyin ichini boshlaymiz. Shkaturka, stяжка hammasini keyin bosamiz-da. Shu uchun mana shu ishlarni to'g'irlab, mana taxlab qo'ydik. Nasib bo'lsa mana 2 etaj ketibdi. Bu pollar olinadi, bu strapilar olinadi, tomga chiqadi, cherdak, shipirga tayyor qo'yamiz. Bu yerga disp olib kelganmiz, disp. Disp bilan yopamiz pollarni. Birinchi etaj stяжка bo'ladi. Ikkinchi etaj pol bo'ladi. Mana shunaqa ishlarni qilyapmiz mana. Obunachilar aytgan ekan, parda ilishga, ana uni ustidan bir qator terganmiz-ku, bolalar ustidan. Uni ustidan hozir sesma yurgandan keyin balandroq bo'ladi. Chunki ehti pastroq qildik. Bu 3 metr, u 2.70 bo'ldi-da balandlik. Ko'p baland ham kerak emas. Obunachilar sizga salom aytyordi. Salomat bo'lsin. Omad tilayapti. Rahmat, salomat bo'lsin. Umrlari uzoq bo'lsin ilohim. Gazini bosinglar yurtdoshlarim, obunachilarim, o'lay sizlarga. Sizlar bo'lmay yurimman-da. Ey, yashaylar, birlaringga ming bersin. Ana, sherka voy mana, gapiring. Sherkaga. Men gapirishni bilmayman, o'lay. Ana shu odamga, Ha deb qo'ying. Ana mana. Keling, bizni kanalga ham bitta salomalik qiling. Bilmayman-da. Bizni kanal. Dollar bu. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Charchamay ishlayapsizlarmi? Gazini bosaveringlar. Dollar bornikimi? Dollar bu uchun ochdik endi. Ha, zo'r bo'pti-da ana. Mana shogirdlar. O'zlari ham ochilib ketibdi bak. Mana ochildik. Ana, boga bosinglar laklarni gumillatib. Millatinglar, o'laysizlar, poddiskaga bo'linglar. Yuring qani. Poddiskaga bo'linglar. Ana, bloger ukalarimiz oldiga ham boraylik bir. Biror nima devorsin bizni kanalga. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum, hormaylar. Dollar buvoni ashaddiy obunachilari charchamayapsizlarmi? Mana Dollar bu ham YouTube'da kanal ochibdi. Ijodlariga omad tilaymiz. Rahmat. Gazini bosaversinlar mana. Buyog'i gayguy mahachkalar qilib qizdiryaptilar. Shunday. Qo'shiqlar, jonli sostav, jonli ijro hammasi bo'ladi. Nasib. Obuna bo'lib, poddiska qilinglar Dollar buvoni. Komediya bo'ladi, kulgili komediya. Yashaylar, bosinglar qani gumburlatib. Mana hozir keladi, artistlar kelyapti hozir. Yashaylar.